Musofirlar, sizlar haqinglarda. $250 beraman. Yo'q, zindan qanaqa bu narx chiqdi tushunmadi va $500 telefon. Men buni sovg'aga olganman, sotmayman, tushundingmi? Yarim narxiga o'zingcha olmoqchisan. Jim tur, oyim qo'yibdilar. Alo. Bolam yaxshimisan? Assalomu alaykum ay. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Ha, men yaxshiman. Ishing og'irmasmi? Qiynalmayapsanmi? Yo'q, umuman og'ir emas. Yengil. Ha, unda yaxshi. Vaqtida ovqatlanyapsanmi? Ovqatlaring yaxshimi? Ovqatlarim. Har kuni italyanskiy spagetti yeyamiz. Onam endi zavtraka ham, obedga ham, ujinga ham shu. Sizning lag'monlaringizga yetmaydi-yu. Yo'q, spagetti va bir spagetti deya onam. Ha, yaxshi. Yotadigan joying qalay? Qulaymi ish qilib? Yotadigan joyimizmi? Yotadigan joyim двухспальный onam. Ortopedический matras. Katta joyda bitta o'zim yotaman onam. Yaxshi bo'lsang bo'ldi. Senga yangiligimiz Qanaqa bor. yangilik? Ukangni ham uylantiryapmiz. To'y boshladik, bolam. Zo'r bo'pti-yu. Yordaming kerak. Hop. To'y xarajatlari uchun 3 million pul kerak bo'lib qoldi. Shunga pul yubora olasanmi? Yo bo'ldi, onam bo'ldi. Men pul jo'nata olaman. Yo, lekin o'zim bora olmayman onam. Xo'p, mayli bolam. Xo'p, onam. O'zingni xo'p, ehtiyot xotirani qilgin. ko'rdi. O'rta. Hop. Qancha 300 qilib ber, berib olaman. O'z muammolarini uydagilarga aytmagan musofir akalarimizni Alloh panohida asrasin.